Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Ushbu video darsimizda talabalarning ijtimoiy faollikka yuborgan arizalarini qanday qilib tasdiqlashni qisqacha qilib tushuntirib beraman. Ko'pchilikda mana muammo bo'lyapti, ya'ni talabalardan savol tushyapti. Mana bir testli talabamizni ko'rsataman mana. Ushbu holat turibdi. Mana shu ismli tutor to'liq baholab bo'lgan, lekin talabasi topshirolmayapti. Mana ariza berish topshirsa, mana bu holat chiqadi. Tutorda ism familiyasi ko'rsatib tasdiqlanishi kerak degan ma'noda xabar chiqadi. Va tutorda savol bo'lyapti. Men hamma ijtimoiy faollikka yuborgan arizalarni baholaganman. Nimaga talabalarim topshira olmayapti degan savol bo'lyapti va talabalar shu xato chiqyapti. Shularni qanday qilib bartaraf etishni ko'rsataman. Mana ushbu talabamiz shunday xatolik chiqib turibdi, topshira olmayapti. Lekin vaholanki bu talabani hamma ijtimoiy faollikka bo'lgan arizalarini tutor baholab bo'lgan. Lekin mana bu yerda ko'rsataman. Lekin hali tasdiqlash amalga oshirilmagan. Mana e'tiboring mana bu yerda yaratildi bo'lib turibdi. Yaratildi bo'lib turibdi. Mana shu tasdiqlandi holatiga o'tish kerak. Bu joylarda qanday qilib baholash, nima baholash to'xtalmayman, chunki juda ham ko'p to'xtalib o'tdik. Shuning uchun mana siz e'tibor beradigan jihatni ko'rsataman xolos. Aytaylik, mana talaba ijtimoiy faollikka ariza bergan, siz baholagansiz, hammasi o'tgan, lekin ko'pchilikda mana bu yerda jipa hali hisoblanmayapti. Jipa 0 turibdi. Agar jipa 0 turgan holatda siz tasdiqlashni bosib yuborsangiz, talabangiz mana shu jipani bahosi bu ijtimoiy faollikka hech qachon qo'shilmaydi. Chunki siz tasdiqlayapsiz bu yerda arizani hamma baholari to'g'riligiga, tizim 2 martadan so'ng to'g'riligiga ishonch hosil qildim deb tasdiqlayapsiz. Shuning uchun bitta e'tibor beradigan jihatingiz mana shu yerda agar jipa bali 0 bo'lsa, biroz kutib turing yoki bo'lmasam dekanatga murojaat qiling. Mana shu talabalarimni jipasini hali hisoblamasizlar. Iltimos hisoblab beringlar. Talabalar shu 5-10 bahs bo'lsa ham qolib ketmasin deb iltimos qilishlari kerak bo'ladi. Ma'lum bir vaqt berildi ekan. Agar ma'lum bir vaqtdan keyin ham jipani hisoblamasa, iloji yo'q, tezroq siz tasdiqlashni bosishingiz kerak bo'ladi. Imkon bo'lsa shu yerga doim qarab yuboringlar. Ko'rasiz, hamma baholarni to'g'ri qo'yganligingizga tekshiring. Agar birortasini qo'ymagan bo'lsangiz, mana kirib baholab qo'ying hammasini, necha bor qo'yayotgan bo'lsangiz. Shu yerda mana imkon bor, mana baholanyapti. Lekin mana bu tasdiqlash tugmasini bosganingizdan keyin umuman qaytarish imkoni yo'q bo'ladi. Ko'ringlar, mana shu tasdiqlash tugmasi, mana shunchaki mana bitta bosdim, bitta bosish bilan o'tib ketmaydi. Bu yerda to'liq o'qish kerak. Ya'ni nima aytyapti tizim? Agar bu tasdiqlashni bossangiz, ushbu amalni orqaga qaytara olmaysiz. Rostdan ham tasdiqlamoqchimisiz deb xabar chiqaryapti va davom ettirishni bosyapti. Mana ko'ring, e'tibor bering, bundan keyin ham tizim tasdiqlab olmaydi. Yana ogohlantirish beryapti. Amal ortga qaytarilmaydi. Ushbu mezon bo'yicha ma'lumot yakuniy tasdiqlamoqchimisiz? Talabaning ushbu mezonga to'plangan balli 12 ball. Bu juda ham kam. Mana shu tizim ko'rsatyapti. E'tibor berib qarashingizni so'rayapti, chunki bu orqaga qaytmaydi. Shuning uchun tizim yana bir marta qaytadan so'rayapti. Va mana tasdiqlash amalga oshirilgandan so'ng ma'lumotlarni qaytarib olish, bekor qilish, tahrirlash mumkin bo'lmaydi. Ushbu mezon bo'yicha qo'shimcha ma'lumot, hujjat yoki tasdiqlovchi fayllarni yuklay olmaydi. Ya'ni talabangiz shuni qila olmaydi deyapti. Ma'lumotlarni tekshirganingizga va 12 ball yakuniy ball ekanligiga ishonchingiz komilmi deb so'rayapti. Tasdiqlashni bosasiz, bo'ldi, tugaydi. Hammasi, ya'ni sizning vazifangiz tugaydi. Talabalar shundan keyingina ijtimoiy faollikka ariza berish mumkin. Ko'pchilik bilmasdan tasdiqlab olibman deyapti. Unaqa shoshilmanglar. Tasdiqlash bosgandan keyin yana qaytaraman. Bu yerda hech qanaqa amal bajarilmaydi. Siz tasdiqlash bosib bo'lgandan keyin talabani jipasini dekanat hisoblab bergandan keyin foydasi yo'q. To'g'ri, grantni qayta taqsimlashga jipa kerak bo'ladi, lekin mana bu yerda talaba mana 10 ballsiz qolib ketadi mana shu yerda. 10 ballsiz kam bilan topshirib talabaning grantni yutish imkoniyati kamayib ketadi. Shuning uchun mana shu yerda nechta talabangiz bo'lsa, hammasini ko'rib chiqing. Hammasi baholanganmi, yo'qmi? Tasdiqlashga shoshilmang. Endi shoshilmang deganda ham sekin qarab o'tiring, chunki 20-ga iyulgacha muhlat deydi. O'sha kungacha siz tasdiqlab berishingiz kerak. Agar siz o'sha belgilangan sanagacha tasdiqlamasangiz, talabangiz umuman ariza topshira olmaydi va ayb sizda bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha sinchiklab hammasini tekshirib, to'g'ri baho qo'yganingizga ishonch hosil qilgandan keyin
Hammasini tekshirasiz, mana tasdiqlashni bosasizlar, davom ettirishni bosib, tasdiqlashni bosasiz, bo'ldi. Mana e'tibor bersanglar, mana bu yerda tasdiqlandi degan mana hozir Abayev degan familiyali talaba ekan, mana tasdiqlandi va mana videoni boshida ko'rsatgan mana xatoligim obnoviy bersak, mana yo'q bo'ladi. Va mana talaba bemalol ariza berishi mumkin bo'ladi. Ariza berish jipalar ko'rsatkichiga qarab, jipa ko'rsatkich va OTMda turli xil tasdiqlangan kvotalarga qarab tizim o'zi avtomatik mosini chiqarib beradi. Talaba bosadi va ariza nomini ham ko'pchilik so'rayapti, shuni tushuntirib o'tdim. Ariza nomi istalgan nomni yozish mumkin. Ariza bu hech qayerga ta'sir qilmaydi, shunchaki arizani nomlash uchun nomlab qo'yganmiz. Va mana nomlarni to'ligini tanladim. Ariza berish bosaman va mana saqlash, mana shu ham e'tibor bering, talaba ham shunchaki bitta tugmani bosib saqlab qo'ymaydi. Mana ko'pchilik siz ijtimoiy faollikni yuklamasdan turib ariza beravergan holati ham bo'lyapti. To'g'ri, qonunan mumkin, tizim jihatdan ham mumkin. Talaba ijtimoiy faol bo'lmasdan turib ham grantni qayta taqsimlashga ariza berish mumkin. Lekin unda bag'i biroz past bo'lishi mumkin. Talaba o'ziga ishonsa, ijtimoiy faolliksiz ham ariza berish mumkin bo'ladi. Ko'pchilik shu holat bo'lyapti. Men ijtimoiy faolligim yo'q edi, bilmasdan ariza yuborib qo'yibman deyapti. Mana bu yerda bossangiz, arizani yozing, mana saqlashni bossam, mana e'tibor bering, ariza ketmayapti. Tizim ko'rsatyapti. Sizning umumiy ballingiz 58.4. Mana u qayerdan keladi? Mana bu sizni ijtimoiy faol to'plagan ballingiz boyagi 10 ball edi, uni koeffitsiyentlarga bo'lib chiqarib berdi va jipa ballni hisoblab, mana umumiy ballni talabaga ko'rsatib beryapti. Saqlash bo'syapti. Umumiy ballingiz shu. Shundan so'ng grantni qayta taqsimlashga ariza yuborishga istaysizmi deydi. Qani bosadi. Tizim yana so'raydi. Talabani xato qilmasligi uchun maksimal darajada harakat qilganmiz. Tizim yana so'raydi. Eslatma, sizni 84 ballingiz grant taqsimotiga ariza yubormoqdasiz. Ariza yuborgandan so'ng uni bekor qilish, ortga qaytarish yoki ta'xirlash mumkin emas. Tasdiqlashni bossa, ariza ketadi, uni ortga qaytarib bo'lmaydi. Shu hammasi mana sizlar birinchi o'rinda mana shu ishinglar. Ya'ni hozir ko'pchilik baholab bo'ldi, tugatib bo'ldi, rahmat tugatganlarga. Lekin hali baholamaganlar, yaratildi turganlar hammasini tezroq mana ichlarini baholab chiqinglarda, hammasini tasdiqlaydi. Sizlar tasdiqlamasanglar, talabalar grantga ariza bera olmaydi. E'tiboringlar uchun rahmat.